Mana shu kaftda 4 sotixli yerni video obzorini ko'rsataman. Ikkita zo'r planirovkada imorat solsanglar ham bo'ladi yoki bitta yaxlit imorat solsanglar ham bo'ladi. Razmerlarni, hammasini, narxini, lokatsiyalarini tushuntirib o'taman. O'zi bitta katta imorat 4 sotig'ini bo'lib sotishyapti xonadon egalari. Hop, oldi fasadiga keladigan bo'lsa, shu burchakdan mana masjidgacha, derazani mana shu tarafigacha kelyapti. Rovni 15 metrni berishyapti. Oldi fasadi 15 metr bo'lyapti. Mana masjiddan devor urilganda bu yoq tarafi ham tekis bo'ladi, orqasi ham tekis. Bu yoq orqa taraf burchagini ko'ryapsizmi? Mana masjidda sal 2 metrga ketgan. Orqasi 19 li chiqyapti. Oldi 15 bo'lsa, orqasi 19. Narxi, lokatsiya hammasini hozir tushuntirib aytaman. Aytdim 15 emas 16 qilib bering desam, yo'q, 16 bera olmayman, 15 bo'lsa beraman dedilar. Mahallasini ko'ryapsizlar, asfaltlar bo'lgan, hamma kommunikatsiyalar bor. Hop, mana shu devorni ko'ryapsizmi? Mana shundan boshlanadi. Shu burchakgacha. Rovna 15 metr berishyapti. Qo'shniga o'xshatib mana agrodlari bor. Bunda ham xuddi shunaqa agrodlari bor. Ikkita planirovkada imorat soling yoki bitta buton yaxlit 4 sotiqga imorat soling. Narxi keladigan bo'lsa, har bir sotiga 22,5 ming dollardan pul so'rashyapti. 4 sotu 90 ming dollar pul bo'ladi. Lokatsiyasi Toshkent tumani, Kirov, Olmazor ko'cha. Telefon nomerlar pastda.